yashashdan umidim bor. Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Bilasizlar, biz uy sotish bilan, uchastkalar, jiloy sotish bilan shug'ullanamiz. Bu safargi murojaatimiz umuman boshqacha bo'lib, bitta insonni taqdiri haqida ketmoqda. Bizga Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidan kelib tushgan murojaatga ko'ra, bitta ukamiz, Sanjar ismli ukamiz, endigina 17 yoshga kirgan ukamiz, boshlaridan yaqinda operatsiya bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Mana bu Oqqo'rg'on tumani Xonobod Nofiya Namuna ko'chasida yashovchi Turonov Sanjar ismli ukamiz yoniga kelganmiz. Ukamiz og'ir betob. Boshidan yaqinda suv oldirdi. Miyada o'simta bo'lganligi tufayli ukamiz operatsiya qilishga to'g'ri kelyapti. Iloji bo'lsa qo'ldan kelgancha yordam qilishlaringizni so'rayman. Assalomu alaykum yurtdoshlar. O'g'limni murakkab operatsiyasi bor edi. Shuning uchun yordam berishlaringizni so'raymiz. Chet davlatda operatsiya bo'lishi kerak ekan. Boshida o'simta bor. Shuni olib tashlash uchun mablag' kerak. Yordam berishlaringizni so'raymiz. Bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin. Hurmatli vatandoshlar, Alloh uchun qo'ldan kelgancha yordam bering. 1000 so'm bo'ladimi, 5000 bo'ladimi, 10000 so'm bo'ladimi? Ehsonni mukofoti ehsondir. Ukamiz og'ir operatsiyani boshdan o'tkazadi. Oilalarida yetishmovchilik bo'lganligi uchun, o'zlarining sharoiti bo'lmaganligi uchun siz azizlarga murojaat qilishga majbur bo'ldik. Alloh uchun qo'ldan kelgancha ehson qiling. Ehsonni mukofoti ehsondir. Alloh uchun yordam bering aziz vatandoshlar. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Meni yashashdan umidim bor. Aziz vatandoshlar, ukamiz endigina 17 yoshga kirgan. Ukamiz uchun qo'ldan kelgancha yordam qilaylik. O'zingizda imkoniyati yo'qmi do'stingizga, do'stingizda imkoniyati yo'qmi yana boshqa birovga iloji boricha videomizni jo'nating, manfaatli bo'lur.